Aka nima bering? Qo'lnim ochdi. Pulim yo'q ekan, qani kechi. Kelinglar bolalar, non kerakmi? Nechta non beray? Aka, qornimiz ochiydi. Bitta non bering, iltimos, pulimiz yo'q edi. Xo'p bo'ladi, bolajonim, mana. Qorningiz ochib ketgan bo'lsa, mana issiqdan beraman. Bitta emas, mana ikkita yo'lda, ukangiz bilan yeb ketasizlar. Rahmat aka, pulingiz ko'p bo'lsin. Osh bo'lsin. Nargiz! Yoqqa qara menga. Voy, bu namuncha baqirmasiz yetdi mahalliy eshitib. Bu nima? Bu menga qara. Kelganingga o'zi bir hafta bo'ldi. Hali bir haftada meni bolalarimga shunaqa zug'um o'tkazadigan bo'ldingmi, a? Iflos! Ali o'tog'i. Bolalarim siz uyingizga bormadimi? Voy, qidirmagan joyim qolmadi, tog'a. Qayerdan qidirsam bo'ladi? Yo, bir risk qilaymikin, tog'a? Men senga nima dedim, jiyan? Bir ikki qilishga shoshildi. Menimcha bolalaring qabristonda, onasini oldida bo'lsa kerak. Ko'nglim sezyapti, jiyan. Sen tez bor. Bolalaringni shu yerda topasan. Qabristondan? Onasini yonidan deysizmi? Oyi, nima bizdan tashlab ketdingiz? Ukamni sog'inamiz. Oyi, nima bizdan tashlab ketdingiz? O'zingiz bilan birga olib keting. Oyi, bugun biz ukam bilan birga mana shu yerda qolamiz.